Mana shu 1.8 million ishmi? Ha, 1 Bitta ko'rsatib qo'yman, 1.8 million ish mana. Qadrli obunachi. Birinchi razmerini aytaylik. 335, balandligi 235. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar YouTube'dagi Mebel Market Uz kanalini tomosha qilyapsizlar. Qadrli obunachilar, bugun Andijon viloyat Bug'doqara qishlog'iga kelganmiz. Shu Bug'doqara qishlog'ida usta Odiljonda hozir xonadoniga kelganmiz. Sexiga, ya'ni ko'rishinglar mumkin. Shu usta Odiljon shunaqa oshxona mebellar ishlab chiqaradi. Endi shu usta Odiljon bilan batafsil mebellar haqida gaplashib o'tamiz. Odiljon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizimsiz? Rahmat, Allohga shukr aka. Usta Odiljon shu yoq bo'ladi, qadrli obunachilar. Odiljon, endi oshxona mebellarida qanaqalarini qilasiz? Qanaqasi bo'lsa qilaveramiz. Farqi yo'q. Ha, 2 etaj, 3 etaj, antresol, high-tech, deganim o'zi asosiy ishingiz mana ko'rib turibman. Hozir mana hammasi zakazga qilganman dedingiz. Zakazga qilingan ishlar. Asosiysi zakazga qilasiz ekan-da. Hammasining eng qiziq o'zim kelgan ishlar. Bo'lmasa mebellarda bir qator mayli aka, shu yerdan boshlaylik, o'ng tarafdan. Xo'p. Odiljon, men ozgina gapirib olay obunachilarga. Qadrli obunachilar, videomizni xudo xolisa oxirigacha kuzatsanglar, sizlar uchun foydali ma'lumotlarni berishga harakat qiladi Odiljon. Endi sizlardan bitta iltimos, videomizga bittadan like bosib, shu ustani meni qo'llab-quvvatlab like bossanglar, xursand bo'lamiz. Like sizlar uchun mutlaqo tekin. Biz shu ustani ishlarini yurgizishga yana ham foydasi katta bo'ladi. Xo'p, ma'lumotni beraveramiz. Bu oshxona mebelimiz balandligi 240, uzunligi 445, 5 metr joyga xolodilnigi bilan tushadigan qilib tayyorlab berganmiz. Materiali korpuslari rossiyskiy laminat, oldi fasadi turetskiy akril, kashtan imandikini qo'yib berganmiz. Oshxona ruchkalari, vakuumlari hamma originalidan qo'yganmiz aka. Stolishnisalari ham qalin to'rligidan qo'yganmiz. Bitta ochib olib ko'rsatib bering. Bemalol. Mana yonboshda PVXlarni ham ko'rishingiz mumkin. Reziniy PVX-kromka. Ha, reziniy PVX-kromka bo'ladi aka. Mana hamma eshigiga osilib beraman bitta-bitta. Ana, hammasiga xudo xolisa ber. Bunga osilib beraymi? Haligi bitta rolikka, haligi bitta petlarni zo'rini qo'yib ol, ashiga chiqyapti deb odamlar har xil endi. Qolganlariga ham chiqib beraman aka. Hammasi. Hamma original narsa aka, xudo xolisa. Behijolat olgan odam maza qilib ishlatadigan narsa qilganman aka. Zo'r. Xo'p, endi bu joyiga kelsak aka, joylashtirish sxemasi aka. Bu joyga tepasida bollari bor aka. Shkafi bu, anaqa aristoni bor. Aristoniga joy qilganmiz aka. Tepasigacha qadaladi aristoni. Buni togini g'aladon qilib berganmiz aka. Bu yerni ham g'aladon qilib, stolishnisani tagiga kir mashina qo'yib berganmiz. Bu joy kir mashinani razmeri. Stolishnisasiga ham e'tibor berib qo'yasiz, qadrli obunachilar. Qarinlik 4 sm mi? 4 cm. Men yonboshda ham ba'zilar oldini 4 qilib turib, mana dorilangan mana. Kichkinaroq qilib qo'yishadi. Suv chachirasa ham uncha-munchaga o'lmaydigan narsa. Bu joyi mo'ykani undan aka. Egasini o'zini mo'ykalari bor ekan, o'zi xohlagandaqa mo'yka olaman dedi. Bo'ldi aka, men o'rnini qilib kelib beraman dedi. Bu joyda aka men qo'shiq paddonni qo'yib berganman aka. Bu ham mendan bonusiga bo'ldi. Sushulga ikkovi. Gaz panelini ham uyda egasiniki bor, endi qayerga qo'yiladi deb obunachilar ana bo'lib qolmasin deb qo'yib qo'yganman. Bu yerga bitishga bu yerda duxovkani o'rnida aka. Nari chekasi turgan tarafda aka gaz baloniga joy qilganmiz. Negami? Ha, tagiga gaz balon, tepasiga dasturxon sochiqlarini qo'yib oladi deb. Bu joyga tuz, xomchoy, shunga o'xshagan narsalarni, misol gazga yaqinroq joyga qo'yib qo'ygan. Tepalari mana aka polka. Nariga eshigida ham polkasi bor. Eng qizig'i, qadrli obunachilar, kuzatib borasizlar. Har bitta mebelni men kuzatdimda kelib. Ruchkalarini mebelga moslab chiqargan ekan, qaranglar, rangini ham mebelga moslangan, qanaqadir orqasida iltiro narsasi bu. Qolganlariga ham bitta e'tibor berasizlar. Bu ham bitta dizayn chiqarishda foydasi katta-da. Ko'rganda odamni orqalari granit aka. Glansli, parallovka qilingan granitdan qo'yib berganmiz, kafelli granit. Taxtakach qilib ishlataveradi. Taxtakach qilib ishlataveringlar, bo'laradi. Ba'zi vaziyatda, ayrim vaziyatda
lekin taxtakash qilsin, bu o'z vazifasini qilsin. Taxtakash qilib ishlasanglar ham xizmatinglarni qilaveradi. Xudo xolasa qilaveradi. Xo'p, bu qayerga ketyapti? Namangan Chortoqdan 10 kilometr farqi bor ekan. Uyga borganim yo'q lekin. Telefonda onlayn telefon qildi, shu YouTube orqali olganmiz aka. Men aytgan joyim o'lchab bering aka dedim. Shuni o'lchab berdi aka. Bo'yni o'lchab berdi. Shu bilan qarang, bu joyi ham bir xilla jo'natib qo'ysam bo'laveradi. Ha. Nimaga bunaqa qilgansan desangiz aka, bu joyni tepasida bolleri borda. Ariston men misol mana laminat kesib yurmay deb turib buton qilib qo'yib qo'yganman. Shuna olib boraman, ko'tarib xudo xolasa qo'ysam birga bir tushadi. Zo'r. Hozir endi bu mebellar yana qaytadan yig'iladi-da, keyin olib chachiladi, chachilib olib borib Namangan Chortoqqa olib borib o'rnatib beramiz xudo xolasa. Qaranglar, sizlar uchun mana mebellarni tikkalab turib, yana ovora bo'lib yotkizib, sizlar uchun harakat qilyapmiz. O'shuning uchun like bosib qo'ysanglar, xursand bo'lamiz. Xo'p, nech pulga bo'ldi endi bu ishimiz? Qoshiq padnon suvshulikka dastlabki ustanovka mendan bo'ldi. 10 million 300 mingga barakasi bo'ldi shu ishda. 10 million 300 ming so'm. Gaz vitishga mo'ka grantlarni uyda egasi olib beradi. Yaxshi. Bozordagi ish bilan bu zakazdagi ishda farqi juda katta bo'ladi. O'zingiz aytmayman, men aytmayman hech narsa. Albatta farqi bo'ladi. Hamma yerda farqi bo'ladi. Oddiy mana oshiq-moshlarda ham farqi bo'ladi. Mana vakuumli bo'lsa, vakuumlida ham misol uchun 3-4 xil bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Bor. Akrilda ham 3-4 xil bo'lishi mumkin. Men Kashtan eng yaxshi firma, u Kashtan. Yaxshi firma ham aka. Yaxshi. Xullas endi ko'p maqtab o'tirmaymiz. Asli gapingizga aka, video davomida oshiq-moshlarni ko'rsatamiz aka. Bu ham originali, bundan ham originali bor. Shuni ham ko'rsataman sizga. Zo'r. O'zi ham hayron qolasiz. Shuning uchun misol ko'p kunlik misol video qilyapsiz, bunaqasini ko'rganmiz yo'q bilmadim, lekin o'ta bo'lakchasini ko'rsataman. Xo'p, bu mebelimiz o'zimizning Andijonga, Shahrixonga olganmiz aka. Balandligi 235, uzunligi aka 495 joyga olganmiz. Xo'p, bu ishda sifatiga keladigan bo'lsak, turetskiy akrildan qo'yganmiz aka. Ruchkalarni ham o'ziga mos, yo'liga mos, tikka yo'l, gulpuli yo'q mana. Mana yo'liga mos, tikka bo'ylik turib aka ruchka tanlaganmiz aka. Xo'p, bu uyda egasini kir mashinasining rangi xuddi shunaqa ekan. Shundan bir xil ekan. Qanaqa rang desam, kir mashinaga o'xshasin uka dedi. Birga bir qilib beraman opa dedim. Xudo xolasa olib borsam, ko'rsa xursand bo'ladi opa. Zo'r. Xo'p, bu joyga aka misol gaz balonni tashqariga qo'yar ekan, gaz ballonni o'rniga polkalik qo'ydim, ko'pgina narsa qo'yib foydalanib yuraveradi. Bu joy dasturxoniga joy. Mana narsani hali aytdingiz. Men narsa nima desam, mana joyini topib oldim-da. Topib oldingizmi? Yaxshilab artib turib. Mana bu narsani qo'shib berar ekan, mebelchi ukamiz. Mana bunday qilasizlar ekan. Bunday qilib yopishtirib qo'ysanglar, chiroyli bo'lib turadi. Ana. Bitta foydali ish qildinglar. Qolganiga o'zingizlar yopishtirib olasiz. Shahrixonlik opa o'zingiz yopishtirib olasiz. Xo'p, davom etavering. Xo'p, stolishniy instansiyasi rossiyskiy turli glansivistdan. Do'ppo bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi. Orqalari granit qo'yib berganmiz aka, kafelning granit. Do'ppo chachirsa arsa chiqib ketaveradi. Buni ham oshiq-moshiqlari original aka. Xudo xolasa behijolat bunga ham chiqib beraveraman aka. Hammasiga chiqib beraman dedim. Hammasiga chiqib beraman video davomida bitta qilib. Zo'r. Odiljon, nech pul bo'ldi endi buni? Mebelni o'zi 11 million so'm, 11 million 500 ming so'm bo'ldi. Mebelni o'zi. Endi opamiz aytgan gaz, vitishka, mo'ka, grantlari bilan bo'lib aka 15 million so'm bo'ldi. 15 million. Bitta o texnikasi narxini aytdim, opa qo'shib berdi, daftarga yozganman. Opa, manaqa narxi, xohlasangiz bundan arzonrog'i bor, men yaxshisini qilib bering uka dedi. Shuni tanlab olib berdik, xudo xolasa xizmatlari zo'r. Kontrolkali gaz panel Hoffman firmaniki. Xudo xolasa shuncha qo'yib bersa, birortasi parod qilgani yo'q. Chotki ishlayapti. Hamma yo'q ichida 15 million so'm bo'ldi aka. Bitta o texnikalardan tashqari 11 million 500 ming so'm bo'ldi. 11 million 500 ming so'm. Mebel market o'zidan telefon qilyapmiz desa, o'zimiz kelishtirib, narx-navosidan yoki bo'lmasa qanaqadir bonuslar qilib bering-da. Qilib beramiz aka, xudo xolasa. Qilib beramiz. O'rintirmaymiz, telefon qilsin, qo'ldan kelgancha aka. Zo'r. Mebelni ham deyasini ko'ring aka, o'ta chiroyli. Bu mana haqiqiy xoladenlikda qanaqadir svetiga o'xshaydi. Metallichkiy svetga o'xshaydi. Stalnoy-da? Ha, Stalnoy. Juda ham ajoyib. Mana svet ham menga qanaqadir yoqadi. Xo'p. Buni mebelimizning razmerlari
Balandligi 2.35, uzunligi 3.40, 4 metr joyga halidenligi ham plotniy tushadi. Zo'r. Bitta ko'ringlar qadrli obunachilar, buni hamma narsasi komplet mashq holatda. Hozir Duxovka, gaz, vichka, mo'yka, grant, sushilka, mana qoshiq paddon, mana barniy stoyka, bakal, makal. Vakallarni ham qo'shib beriladi. Bakalni ham qo'shib bera olamiz. Suvlarni ham qo'shib bering, bo'pti. Suvlarni bu ayni polatda o'zi ovozini egasi. Mevalari ham живой ekan qadrli Bizda tabiiy bo'ladi. Tabiiy. Haligi Soxta emas, tabiiy. Xo'p, Ramazonda iftorlikdan keyin kelib mevani olib, bu joyda yuvib, aka, bu joyda archtirib, to'g'rab, tarelkalarga tuzib, olib ketib ketganga nima etsa, aka? juda ham go'zal. Bu qanaqa materiallar ishlatilgan? Nimalar bo'lgan aytib bering. Xo'p, korpuslar rossiyskiy laminat. Xo'p, Stolishnisasi rossiyskiydan qo'yganmiz, qorasidan, aka. Osha-moshalari vakuumlik, ruchkalari quyma temir ruchka, aka, mana chertsangiz ham ovoz chiqadi mana. Plastmassasinga piq emas, aka. Temir, aka. Oldi fasadi turetskiy akryil kashtan emandik, aka. Va xolisi behijolat original narsa, aka. Hamma yo'g'i garantiyasini ham beramiz, aka. Oyoqlarini xolisi, aka, yopiq qilib beramiz. Xolisi, aka, shu holatda qilib beramiz. mana bo'lib qarang. Ochiq turibdi-yu, endi yopiq holati, uni bitta ko'rsatib qo'ying, Gurbek. Asan holatda bo'ladi, yopiq holat. Bo'ldi, kelavering endi. Xo'p, bunga ham chiqib berasizmi? Chiqib beraymi bunga? Chiqib bering. Hammasini sizga chiqib beraman dedi. Chiqib bera olaman men. Mana oyog'i uzildi endi. Xudo xolisa original narsa ishlatganmiz hamma yo'g'iga, aka, behijolat. Xo'p, Narxi eng qizig'i. eng qizig'i. Duxovkasi, gazi, vitishkasi, mo'yka, grant, sushilka, qoshiq paddon, barniy stoykalari hamma yo'q ichidagi 10 million so'm. 10 million so'm. Uji mo bitta texnikasi o'zi 2,5 million, 2 million 200 ming ketadi. Yaxshi. Buni endi dastlabki xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab bor, ha? Boru Andijonga bepul. Bepul ichida ustanovkasi. Ha, ustanovkasi ham ichida. Boshqa viloyatlarga, misol Toshkentlarga, Namangan, Farg'onalarga kelishilingan holatda qilib beramiz. Shu ko'p qo'yilyapmiz, aka, bu ishdan. Farg'onaga kamida yo 7 ta yo 8 ta qo'ydi shu 3 oy ichida. Misol Namangan, boshqa Toshkent hamma yoqqa ketyapti. Voha tomonda, endi Samarqand tomon, Toshkent tomonlardan misol menga o'zingizlar olib kelib o'rnatib ketinglar desa, o'rnatib ketaverasizlarmi? Ha, o'rnatib beramiz. Zo'r. Xo'p, keyingilarni ma'lumotini beraveramiz endi. Manaqa kichkina ish ham qilasizmi deb savol berishar-ku. Ha? Savol bermasam ham o'zim aytavering. Kichkina ish, balkoncham bor dedi. Uzunligi 1.70, 1.85 dedi. 1.75 qilib berdi, aka. Bu joyda duxovka, gaz, vitishkasini o'rnaki, bu tarafiga mana mo'ykalarni, unlarni ochib qo'yganmiz. Mana mo'ykalar ichiga solib berdi, aka. Kichkina ish bo'lsa ham 4 burchak mo'yka bera olamiz, aka, biz. Yumalar qo'yib berib, unaqa narsa bo'lmaydi, aka. Yumalar arzonmi? Ay, yumalar arzon. Ancha arzonmi? Ancha arzon. Xo'p, necha pulga bo'ldi bu? 1 million 600 ming so'mga. 1 million 600 ming so'm. Ustanovkasi ham ichida. Ichida. Yaxshi, manaqa kichkina ishlar bo'ladigan bo'lsa ham bemalol zakaz beraverasiz. Eng arzon mebel, misol 1.20 likda necha puldan boshlaysiz? 800 ming sotdim men. 800 ming so'm. Mana. Bozordan arzon, aka, men. Bozorda ham joyim bor, aka. Bozorda ham video qilamiz, xudo xolasa. Endi hozir mana zakazlar bo'lib qoldi, shularni bir video qilib olaylik deb qildik. Xo'p, eng qimmat ish, qadrli obunachilar, juda ham zo'r chiqqan. O'zi materiallarning ichida ham eng legendasi, eng zo'ri MDF bo'lsa kerak, a? Ha, original, aka. Hali sizga aytdim, aka. Original. Sandim. Nima bo'ldi endi? Bo'ldi, ketdi. Chiqadi, kiradi-da. Samaningizdan bo'shatib yurmaysiz-ku. Ha. Zo'r. Hammasi shunaqami endi? Hammasi. Qaysini chiqarib bersa chiqarib bera olaman. Endi jar chiqarish shart emas-ku, lekin sekin yopinglar. Mana shu o'zi yopiladi. Misol ish qilyapsizlar, narsani oldinglar, shuni yopib turib ketaveringlar. Bu sizlar oxirigacha yopib qo'yishinglar shart emas. Hozir ashuni ham aytdi. Ha, o'zi yopilib olsa bo'ldi. Bekarli vakuum qo'ymayapmiz-ku bunga.
Bu joyda mana musor chelagini qo'yganmiz. Xo'p. MDF materialda bo'lgan. Ichlari MDF. Rossiyskiy laminat. Yevro shurupda yıqqanmiz. ha, eng qizig'i shurupda yig'ilgan ekan. Samarasi. Yevroda. Ular ham yopiladi endi uyga borilgandan keyin hamma teshiklar. Ha, hali ko'rsatdingiz-ku. Xuddi shunaqa qilib o'zining holchasi bor, holchasini beramiz. Endi materialini yuvoraylikmi yo yuvmaylikmi? Yo, yuvmay qo'yaveramiz, endi ko'rsatib Pishmadimi-ki? Ha, suvga solib qo'ydi, hali suv quydi ustidan mana. Qarang, hech nima bo'lmabdi. İşte bo'lmaydi. Yarim soat Siz ham bo'ldi. qo'g'masdan suv quymaysiz, bekanimiga. Yarim Agar soat. ishib ketadigan bo'lsa, вообще suv quymaysiz. Yarim soat bo'ldimi? Yarim soatda libo material ishib zog'or bo'lib ketadi aka. Akril ham yarim soatda ishib ketadi. Ishiydigani bo'lsa. Bo'ldi. Nech puldan bo'ldi buni? Bir pagonometridan aytaylik buni. Aka, bir pagonometri 4 million 300 ming so'mdan bo'ldi. 4 million 300 ming 4 so'm. million 300 ming so'mdan. Hamma yo'g'ini original narsa qo'yib beryapman aka. Hamma yo'g'iga garantiya beraman aka. 4 million 300 ming so'mni ichiga nima-nimalar kirishini ham aytib o'tgan. Odamlar vuy deb 4 qo'rqib, million birpasda 300 ming videodan ichiga- chiqib ketmasin. Yo'q, aka, bu tushungan odam bo'lsa-ki, mehnat qadriga yetadigan odam bo'lsa, buni ichida yurgan odam bo'lsa, bittada biladi material. Albatta. Balandligi 270 ga chiqqan aka. Mana suv shulkalarini ham aka, haligi oddiy oq manaqa nikel suv shulka qo'ymaganmiz-da. Ha. Orasidan qo'yib berdik aka. Endi misol uyda egasiga oq qo'yib bersak ham bo'laveradi. Ha. Endi qora qandaydir oqqa chiroyli turadi deb qora qo'yib berdim aka. Suv shulka qoshiq paddoni bunga tushaydigani yo'q. Boshqa kattarog'idan olib kelamiz aka. Uni ham originaldan olib kelib qo'yib beraman aka. Ruchkalarni ham quymirishga qo'yib berdim aka. Plastmassa emas aka. Mana gold turbani ham temiridan olib qo'yib berdim aka. Oqshom-oqshomlarni ham originalini qo'yib berdim aka. Hali uyda egasi va mana qilibdi demasin deb Namanganni Chortog'iga bu ishimiz. Bu ham Chortoqdan. Bu naryoqda ham Chortoqdan. Aka, ikkovi 5-6 kilometr farqi bor ekan. Buni o'lchab keldim. O'zim borib ko'rib oldim endi. Bu endi balandroq ish, misol meni bu yoqqa. Kelsam ertasi kun telefon qilib, "Mahnaqa mebel kerak edi." "Qadansiz?" desam, "Namangan Chortoq" dedi. "Aka, kecha borib keldim" dedi. "Ko'rmadim, o'lchadim" dedim. Ashaka aytib berib turdi, metrajlarni o'rlanib o'lchab oldik. Xudo chiroyli tushadi. Yaxshi. Narxi 17 million 500 ming so'm bo'ldi aka. Bitova texnikalari uyda egasidan bu. Video texnikalarni ham ko'rishingiz mumkin. Originallar qo'yganmiz aka. Hoffman firmaniki, ishlashlari behijolat, originallar. Bu joylariga bolt bilan, shurub bilan qatib qo'yiladi aka. Ikki tarafi nima tortganingizda tashqariga chiqib ketib qolmaydi. Bu mikrovalnovkasi. Bu korobkasining ichida o'zini taxtalari, narsalari bo'ladi. Plastmassa yog'ochlari, idishlari. Vichka ham original, plita ham original aka, stolishnica ham original, granit ham original. Bas hamma yo'q original bo'ldi aka bu ish. Bitta ko'rib qo'yasiz. Qalin 4 santimetrlikdan bo'ladi. Orqalari granit. Xullas, endi juda ham chiroyli chiqqan. Buni xolasinglar rangini boshqacha oqqa qora qilib ber desa, qora ham qilib beraveradi. Xolasinglar glansviy desa, glansviy ham qilib beraveradi. Xohlagan rangini chiqarib beramiz aka. Zo'r. Chokko demaydimi? Chokko chiqarib beramiz aka. Xo'p, keyingilarni ma'lumotini beramiz. Xo'p, bu mebelimiz G holatida bo'lgan mebel. Bu tarafi aka 160, bu tarafi aka 380. Aha. Xo'p, bu joyda katta gaz plitasi bor ekan, duxovkasi o'zidan ekan aka. Shunga joy qilib berdik aka. Orqalariga granit qo'yib beramiz aka. Vitishkasi ham uyda egasida bor. Biz o'zimiz qayerga nima qo'yiladi deganlarga deb qo'yib qo'ydim aka. O'zimiz ustaxonadagi vitishka. Bu joyda mana suv shulka aka. Bu joy mo'kadiga joy aka. Suv shulkasi, qoshiq paddoni mendan bonusiga qo'yib beryapman aka. Baribir hijolat to'lasa, shuncha mebel olsa hech nima qo'yib bermayman. Uka, hech nima kerak emas. Mebelni qilib berdi o'zi. Farg'ona Oltariqqa. Bo'ldi aka, xo'p deb qo'yganman. Uyda egasi bilmaydi bu narsalar qo'shib bergan. Endi hijolat o'rganingizdan qo'shib berasiz endi aka. Albatta. Ulug'ayyon kunda yaxshi bo'ladi. Ulug'ayyon kunida mana usta yigit bonuslar qilib beryaptikansizlar ham bizga bonus qilib like bosib qo'yinglar, mashinalarni qo'llab-quvvatlang. Xo'p, nech pul bo'ldi buni? Umumiy mashturishi. Bu turishi 10 million 300 ming so'm, 11 million 200 ming so'mga kelishganmiz. Dastavka, ustanovkalar ichida halidenligin tepasini bonusiga qilib berdi aka, uraveramiz. Bu ham bonusmi? Bonus u ham. Buni bir pagonometr nech puldan bo'ldi shunda hozir? Hop, 2 million 300 ming so'mdan. 2 million 300 ming so'mdan.
2 million 100 ming, 2 milliondan ham bor aka. O'zi 1 million 800 mingdanmi eng arzoni? Eng arzon 1 million, 1 million 600 mingdan ham bor. Endi ishlatsangiz bo'ladigan, misol uyda egasi ham maza qilib ishlatadigan mebel aka 1 million 800 mingdan boshlanadi. Eng arzoni deng. Ha, siz ikkomiz uyingizga bordimda, mo mebelni 1,5 million qo'yibsiz, aka mana holatda bo'lsa 1 million 800 mingga nimaga boshqa narx aytyapsiz deydimi? Bo'ldi aka, ashnaqasidan qilib bering, ha qilib bering shundan. Bo'ldi, olib borasiz aka. Bir haftadan keyin yo'lmasa 15 kundan keyin tam yosh bola kelib eshikka bitta osiladigan bo'lsa, yo'mirib oladi. Shanlarni shunday o'rtasidan bo'lib oladi aka. Ma'da ham vaqt kelsa o'zimizda ham shogird bolalar ish qilayotganda, eshigilayotganlar shanlar bo'linib ketadi. Bozor posaga qilayotganimiz. Yaxshi. Originali jicha qochmasin pulidan, xizmatidan bu ham qochmaydi. Zo'r. Usta. Xo'p. Bo'ldimi endi yana bormi? Yana bor ichkarida. Hali bez ruchka bor. Ruchka ha deb hammasi ruchka ekan deganlarga. Bez ruchkasi ham bor. Mana bu bitmabdi-mi? Qayerga ketyapti endi? Bu Surxondaryoga. Surxondaryoga. 12-kuni chiqib ketadi, xudo xolasa. Bu eshiklari qo'yilmabdi, hali ko'p ish ko'p ekanda. Mana eshiklarni qara qo'ydik. Eshigini bular ovlab ketib qolmadimi? Eshiklarni qara qo'yishdi u. Mana aka eshigi mana ekan. Yana bu g'aladon. Rangi boshqacha bo'libdi-da? Mo'qri, oqqa mo'qri qilib bering. Oqqa mo'qri. Bu yerda g'aladon aka, mana shu holatda yig'iladi. Mana kromkalarni ham ko'rishingiz. Kromkalar rezinoviy kromka. Qani. Akril materialdan salafanni ochib beramiz. Pudrali. Yiltirashini ko'ryapsiz. Bu aka ham Rossiyadan turib telefon qilgan, o'zi Rossiyada. Men asha 15-kunimi boraman dedi, 12-kuni sizlar jo'natib beringlar, o'zim yig'ib olaman degan. Uyda egasi o'zi yig'ib oladi. 12-kuni o'zimiz Oxyordan jo'natib beramiz. Zo'r. Mana qaranglar, oddiy qishloq sharoitida manaqa Bosuvalarda. Bosuvalarda ustalar qaranglar ish qilyapti. Eng qizig'i yuryapti mana. Qaranglar, O'zbekistonning qayog'idan turib, qayoqlarga zakazlarga ish qilib beryapti. Bu juda ham zo'r. Texnologiyada hozirgi kunda mana internet davri 20-asr. Hop, misol mana shu videodan ko'rib turib ham kimlardir zakaz qiladi. Albatta, aka, niyatda olyapmiz-da, aka. Xudo xolasa, yaxshilikka bo'lsa hammasi. Mana xo'jayin mo'kani tebasi sushulka, aka. Mana shu 1 million 800 minglik ishmi? Ha, 1 bitta ko'rsatib qo'ying mana 1 million 800 minglik ish mana. Qadrli obunachi. Birinchi razmerini aytaylik. 335, balandligi 235. Yaxshi. Bitta ham ruchkasi yo'q ekan. Yo'q, ruchkasi yo'q. Bez ruchka posonni qilib beramiz. Bu ham oshim-oshlari vakuumli-a? Ha, bunga ham chiqib beraymi? Chiqib bering mana, bo'pti. Arzonroq ishga. Qani? Bu chiqib beraman aka. Ana. Oyoq uzunla, sopa. Ha, hisob. Bezolat ishlash aka. Hali arzon ishlagan-u deb ana qilish bo'lgan emas aka. Xudo xolasa materiallardan qisib qimtimagan holatda pastini chuqurini 45, tepasini 30 lik qilib, stolishnicani rassisiga qo'yib, osha-moshalarni vakuumlik, rolilarni tebalariga aka ruchkalarni profilli qo'yganmiz. Alyumin. Endi laminatdan chiqarib qo'ysangiz bo'ladi, bekkariga tushadi aka. No profilli aka bir donasi 100 mingga olasiz ekan. Uni ichidagi bitta bolti ham pulli, bu отдельный turadi. Zo'r, orqalari kafel, granit bo'ladi-a buni ham. Kafel qilib beramiz, uyga olib kirib o'rnatadigan jicha murakkabroq opaniki. Bu ishni bo'lib chachib olib kiramiz. Ancha bosganimiz yo'q kafellarini aka. Oyoqlarini yopib qilib beryapmiz aka. Baquvvat chiqadi-da, yopiqda. Kimdir oldingi eski mebellarga, o'sha shkaflarga o'xshab bo'lar ekan, temirlik qilib bering deyapti-yu, lekin mana baquvvat bo'ladi. Baquvvat bo'ladi. U ichiga ahla to'lmaydi aka, eng qizig'i. Turbaliklar qo'yayotganim ichiga ahla to'lib qoladi. Eng qizig'i buni mebelni o'zidan tushadi, oyog'i ham, o'sha uchun. Ulog'i yo'q-da akami. Buni splashni tushgan. Tarafini ko'ring, splashni tushgan. Uloq-sulog'i yo'q. Zo'r. Bu necha pulga tayyor bo'ldi bu? Narxi 5 million 800 ming so'm. 5 million 800 ming so'm. Zo'r. Mo'kasi bor, sushulkasi bor, qoshiq paddoni bor, bonus. Ichida. Kafellari ham mendan. Xuddi shu 1 million 800 ming so'mlik qilib ber, menga faqat ruchkali qilib ber desa qilib bera olamiz. Muammosi yo'q. Ha. Xohlasa bunday bosti ochiladigan qilib bersa, unaqa ham qilib bera olamiz. Mana narsani hozir bunga hali qo'yganimiz yo'q.
Mana. Va sxema qo'ysa aka menga. Bu qo'yiladi. Ne bossa ochiladi. Bunday bosilamaydi, bitta bosib olsangiz mana bunday qo'yaveradi. Zo'r. Shunaqa qo'yib beramiz bunga. Yaxshi. Bunisi ham bor, ko'ramizmi? Ko'ramizda albatta Odiljon. Xo'p. Bu mebelimiz ham shu turetskiy akril kashtan emandan qilganmiz aka. Zo'r. Uzunligi 380, Xo'p. balandligi 235. Stolishnice Rossiya glansovista. Qo'yganmiz. Masalan, original narsa bu ham. Bu juda yuqoriroq ekan, ha? 2.6 da. 2.6. To'rli emas ekan. To'rli emas. Aytamiz to'rli desa, to'rlidan narxini qo'shib bering aka, qilib beraman deyman. Misol ko'proq to'rli bilan xizmati bir aka. Bir xil, to'g'ri. To'rlida aka, haligi 3 etajli antresollarga qo'yiladi. Bu ham xizmat qiladi. Lekin ana 5 metrli ishlarimiz bor-ku. Bu stolishnice uzuni 3 metr bo'ladi. Undan oshiq bo'lmaydi. Ana 4,5 metr, 420 liklarni stolishnice qalinini qo'yaman. O'zini aytib deb yurib. Sabab uloq tushmaydi. Uloq tushmaydi, to'g'ri. Yaxshi qilasiz ekanda, zo'r qilasiz. Unga ham chiqib berasiz. Chiqib beray aka, u qolib ketmasin. Xudo xolasa original, hammasiga yaxshi narsa qo'yganmiz, chunki hammasi zakas aka. Uyda egasiga olib borsa hijolatib qolishni xohlamaymiz biz ham. Ertaga agar yomon ish qilsangiz, kommentariyaga kirib ham hamma yomonlaydi. Yomonlaydi. Bu hozir yomon odamlar. Xudo xolasa aka, bunaqa narsa qo'ymadik. Sushulkalari aka. Bu yerda polkasi bor, hali qo'ymadik. Ne yopsangiz sekin yozib yopiraveradi, qadrli obunachilar. Xo'p, Ana qilib zo'rlasa dabdala bo'ladi-da. Nimaga vakuum qo'yilyapti? Mana shu o'zi tortib olish uchun-da. O'zi Odiljon buni haliginaqa. Misol, sekin yopilyapti-yu, mana shuni sal tezroq yopiladigan qilsa ham bo'ladimi? Vakuumni reglovka qilib qilsa bo'ladi. Bo'ladi. Bu jicha sekinroq bo'lib qolgan ekanda. Aka joy notekis. Ha, joylardagisiga ham bo'ladi. Shuning uchun qarang mana, meyta yopishib yotibdi, bu yog'i ochilib yotibdi. Ha. Hozir men qarang, bu o'rta cho'kkan. Bu yer cho'kkan. Endi bu yerda shunday tikkalasangiz qarang. Keladi joy. Joy notekislarda turibdi-da. Xo'p, bu mebelimizning narxi aka 6 million 500 ming so'mga qilib beryapmiz. Bir pagonometr necha puldan to'g'ri kelyapti shunda? Hop, bo'lib ko'ramiz mana. Bo'lib ko'ringchi, ya'ni jivoy bo'lsin-chi. Shu Faqat arzonroq qilib bering biz obunachilarga. Aytamiz. 5 60 hali deydi, 60. Hop, 320 ekan. Endi 6 million 500 ming bo'lingan. Hop, 320. 2 million 30 mingdan bu. 2 million 30 mingdan. Lekin hamma narsasi uyda egasidan-da. Bu gaz, azoq qo'ymasin boboda. Bilaman yana aka. Xudo xolasa. Endi qo'limizda narsa aka, materialimiz serob aka. Kimgadir foydamiz tegsa aka, xizmatimizdan foydalansa xursandmiz aka. Yaxshi. Qadrli obunachilar, usta Odiljonga nomerlarni yozib qoldiraman. Odiljon, xudo xolasa xalq xizmatida chiroyli qilib, zo'r qilib, rozi qilib, ha? Qilib beramiz aka. Qilib berasiz, inshaalloh. Ishlayapmiz ko'pchilik bilan. Yaxshi. Buni ham qilib beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.